Ertalabki nonushta bu faqatgina energiya uchun emas, balkim organizm va tanani tozalash uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa bizning o't pufagimiz bor, u kechasi ishlamagan hisobiga o'zida suyuqlik yig'adi va siz ertalab sog'lom nonushta qilganingizdan keyin shu suyuqlik nonushta bilan birga hazm bo'ladi, chiqib ketadi. Agar siz nonushta qilmasangiz yoki bo'lmasam nonushta o'rniga har xil uglevodli, xamir ovqatlar, yog'li mahsulotlarni beradigan bo'lsangiz, u suyuqlik o't pufagida to'planib qolib, keyinchalik u zaxiradan toshlar, tuzlar paydo bo'lib, sizni ancha bezovta qilishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz nonushtamizni albatta chiroyli, sog'lom bo'lishiga ham katta e'tibor berishimiz kerak. Chiroyli deganda endi bu, конечно, to'g'ri tarelkalar nazarda tutyapman. Ya'ni nimalar? Misol uchun, ertalabki nonushtaga sut mahsulotlari juda ham zo'r yordam beradi. Misol uchun tvorog bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam sirnikli qilishingiz mumkin. Va albatta tuxum, go'sht mahsulotlari, balon mahsulotlari, tofu, oqsil yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, avokadolar, foydali yog'lar uchun va albatta bu mahsulotlarning yoniga kletchatka mahsulotlariga, brokoli, iceberg, ya'ni sezoniga qarab, o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalaringizga qarab tanlab, to'g'ri tarelka qoidasiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ham kun davomida energichni yurasiz, sog'lom, tetik bo'lib yurasiz va organizmni o't pufagimizni to'g'ri tozalashimizga ham yordam bergan bo'lasiz. Agar sizga sog'lom nonushtalar haqida ideyalar qiziq bo'lsa, meni storilarimni kuzating. Men deyarli har kuni o'zimni nonushtalarim, ovqatlarim bo'yicha bo'lishib boraman va bu bo'yicha chiroyli faktorlar va chiroyli retseptlarni ham qoldiraman.